mamlakatimizda musulmon olamining eng ulug' ayyomlaridan biri Eid al-Adho, ya'ni Qurbon hayiti keng nishonlandi. Ushbu bayram munosabati bilan davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston xalqiga yo'llagan tabrigida qayd etilganidek, bu bayramning insonparvarlik, ahillik, saxovat va oliyjanoblik kabi fazilatlari yurtimizda inson qadri uchun, inson baxti uchun degan ezgu g'oya asosida amalga oshirilayotgan katta siyosatga to'la mos kelishi bilan diqqatga sazovor. Hech shubhasiz, keyingi yillarda yangi O'zbekistonda ijtimoiy, xalqchil davlat barpo etish, uning ma'naviy asoslarini mustahkamlash va ta'sirchanligini oshirishda muqaddas islom dini, uning asosiy bayramlaridan biri bo'lgan Qurbon hayiti ham muhim rol o'ynamoqda, deyiladi prezident tabrigida. Rost, keyingi yillarda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan islom dinining ezgu tamoyillarini chuqur o'rganish, buyuk tariximiz va madaniyatimiz durdonalarini, mashhur allomalarimizning boy merosini to'plash va keng targ'ib etishga alohida e'tibor qaratilyapti. Shavkat Mirziyoyevning diniy ma'rifat yo'nalishida boshlagan ezguliklariga to'la siyosati bugun butun dunyoda katta qiziqish, olqish va e'tiroflarga ham sazovor bo'lyapti. Dunyoning eng mashhur, eng nufuzli, eng yutuq ulamolari O'zbekiston yetakchisi tanlagan yo'l ibrat olishga loyiqligini ta'kidlashmoqda. Shu o'rinda biz ham barcha tomoshabinlarni ulug' ayyom bilan muborakbod etamiz. Biz aytishga ulgurmagan boshqa barcha mulohazalar bilan e'tiboringizga havola etiladigan sharh davomida tanishasiz. Azaldan ilm va ma'rifat beshiklaridan bo'lgan yurtimizda ma'naviyat yana oydin yo'lga chiqib oldi. Dunyoni aql zakovati va salohiyati bilan nurlantirgan ulug'larimizning pok nomlari asrlar changidan tozalandi. Mamlakatimizda poydevori yaxshilik va ezgulikdan iborat, dunyoning ko'ngli va ko'zini qamashtirayotgan ziyo maskanlari qad rostladi. Ko'ngillar obodlikka yuz tutdi. Yurtimizda inson qadri uchun, inson baxti uchun degan ezgu g'oya asosida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar samaralari xalqaro miqyosda haqli ravishda baralla e'tirof etilmoqda. Buxorodagi 7 pir ziyoratgohlari obod bo'ldi. Hadis ilmining sultoni Al-Buxoriy majmuasi prezidentimiz ko'magi bilan me'morchilikning eng nodir namunasi sifatida hayratlarga sabab bo'larli darajada bunyod etilmoqda. Bu yil juda ham ko'p yangiliklarga boy bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Butun dunyo hozir e'tirof etyapti. Mana ko'z o'ngimizda Samarqand viloyatida Imom Buxoriy majmuasini kengaytirish ishlari amalga oshirilib borilyapti. U yerda innovatsion muzeylari barpo qilinyapti. Ya'ni bu Buxoriyni go'yoki biz qaytadan kashf qilgandek bo'lyapmiz. Yoshlarimiz uchun mana shularni bir ma'naviy, ma'rifiy tarbiya topishi, ajdodlarimizga bo'lgan ehtiromini yana ham yuksaltirish maqsadida bu juda katta xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Albatta bularning ustida muhtaram yurtboshimiz kecha-yu kunduz vatanimiz o'zlari aytgandek xalqimizni roziligi uchun qilayotgan xizmatlari yotdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana shunday xayrli ishlarda xalqimizni bardavom qilsin. O'tgan qisqa vaqt oralig'ida Samarqandda Imom Buxoriy, Surxondaryoda Imom Termiziy va Toshkent shahrida Imom Moturidiy nomidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Hozirda ushbu ilmiy markazlarda aniq fanlar qatorida hadis, kalom, aqida, tasavvuf, fiqh kabi ilmlar bo'yicha chuqur tadqiqot va izlanishlar olib borilmoqda. Buxorodagi Mir Arab oliy madrasasi, Toshkent Islom instituti, Imom Termiziy nomidagi Islom instituti va Samarqanddagi hadis ilmi maktabi singari oliy o'quv yurtlarida ham yetuk malakali mutaxassislar tayyorlanmoqda. Sulton Uvays Qaroniy, Imom Termiziy kabi yuzlab allomalar sharafiga mahobatli majmualar qurildi. Ularning boy ilmiy merosidan xalqimiz, ayniqsa yoshlarimiz bahramand bo'lishmoqda. Prezidentimiz 2025-yil 21-aprelda fuqarolarning vijdon erkinligi huquqi kafolatlarini yanada mustahkamlash hamda diniy ma'rifiy sohadagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Davlat rahbarini fuqarolarga e'tibori, bunaqangi bir diniy qadriyatlarga bo'lgan e'tibori albatta xalqni juda ham bir mamnun qiladigan bir holat. Oxirgi mana 7-8 yil ichida yangi O'zbekistonda bu sohada juda katta bir o'zgarishlar bo'layotganligini nafaqat xalqimiz ko'rib buni e'tirof qilyapti, balki xalqaro maydondagi mutaxassislar va xususan din olimlari ham buni e'tirofini takrorlashmoqda. Mart oyida O'zbekiston Respublikasi prezidentini
o'qigani Imom Moturidiy merosini qayta tiklash bo'yicha, Imom Moturudiyni 1155 yillik yubileyini nishonlash bo'yicha bir qarorlar qabul qilingandi. Qarorga asosan aprel oyini yakunida katta xalqaro anjuman o'tkazildi. Mana shu xalqaro anjumanda dunyodagi yetuk Moturidiydshunos olimlar va katta bir olimlar bu yerda ulamolar jamlangandi va ular ham kelgan paytida juda ham bir mamnun bo'ldiki, yangi O'zbekistonda ko'plab qadriyatlarga va xususan allomalarimiz merosiga katta e'tibor berilayotganligini ular bir iftixor bilan gapirishdi. Va albatta aytish kerakki, haqiqatda ham bugungi kunda yurtimizda bu jarayonlarga alohida e'tibor berilayotganligini bir misolda ham ko'rishimiz mumkin. ISISCO tashkilot tomonidan Samarqand 2025-yilda islom olami madaniyatini poytaxti deb e'lon qilindi. Musulmon mamlakatlardan kelgan mutasaddilar, olimlar aytishdiki, bu ham Samarqandni nafaqat tarixiy e'tirofi, balki bugungi kundagi o'ziga bo'layotgan islohotlarni ham e'tirof sifatida qabul qilindi. Islom dinining ezgu tamoyillarini chuqur o'rganish, buyuk tariximiz va madaniyatimiz durdonalarini, mashhur allomalarimizning boy merosini to'plash va keng targ'ib etishga alohida e'tibor qaratilyapti. Jumladan, ko'hna sharq mo'jizasi. Samarqand shahri 2025-yilda islom madaniyati poytaxti deb e'lon qilindi. Ulug' vatandoshimiz Imom Moturudiyning 1155 yillik tavallud sanasi yurtimiz bo'ylab keng nishonlanmoqda. Imom Buxoriy, Imom Moturidiy va Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazlari qatoriga shu yil Buxoro shahrida o'z faoliyatini boshlaydigan Bahovuddin Naqshband ilmiy tadqiqot markazi ham qo'shildi. Buxoro sharifda 500 yillik tarixga ega bo'lgan Mir Arab madrasasiga oliy maqom berilishi, Mir Arab oliy madrasasi ta'sis etilishi, Buxoro sharifdagi juda ko'plab ziyoratgohlarni obod bo'lishligi, mo'min musulmonlarning barcha ibodat masalalari bo'yicha keng sharoitlar yaratib berilganligi bu tahsinga loyiq hisoblanadi. Va shu bilan birga muhtaram yurtboshimizning tashabbuslari bilan tasavvuf ilmini yoritish, tasavvuf ilmini boyitish, tasavvuf ulamolar qoldirgan meroslarni o'rganish va hamda tasavvuf ulamolarning hayotini yoshlarga targ'ib etish va ularning halol va pok yashash mezoni, dilbayoru dasbakor shiorini ilgari surish. Bu borada insonlarning qalbi Allohda va qo'li hamisha mehnatda bo'lishligini va buyuk allomalarimizni qoldirgan meroslarini butun xalqimizga yoritish va u xalqimizni esa halollikka, poklikka va hamda kasb hunarga chorlash borasidagi bo'lgan ulug'larimizni ana shunday bir qarashlarini butun xalqqa yoritish masalasida Bahodir Naqshband ilmiy tadqiqot markazi tashkil etildi. Bu markazning tashkil etilishi bilan butun O'zbekistonimizdagi bo'lgan mo'min musulmonlar, ulamolar juda ham xursand bo'ldilar. Toshkent shahrida bunyod etilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi ilmiy ma'naviy yo'nalishdagi ulkan va noyob loyiha sifatida el yurtimiz va xalqaro jamoatchilikda katta qiziqish uyg'otmoqda. Bu muazzam maskan ko'p ming yillik qadimiy tariximiz, boy va betakror milliy madaniyatimizning yorqin timsoli sifatida yangi O'zbekiston hayotidagi g'oyat muhim voqeaga aylandi deb ishonaman, dedi davlatimiz rahbari Qurbon hayiti munosabati bilan xalqimizga yo'llagan tabrigida. Muhtaram prezidentimiz juda katta e'tibor qaratyaptilar mana shu islom sivilizatsiyasi markaziga. O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi nafaqat O'zbekistonda, balki butun musulmon mamlakatlari uchun yagona unikal bir markazga aylanyapti. Bunga o'xshagan loyiha dunyo miqyosida biror bir mamlakatda mavjud emas. Uni umuman O'zbekistonni, yangi O'zbekistonni tarixida mana shu islom sivilizatsiya markazi bir tarixiy voqeaga, hodisaga aylanyapti. Bu yerda birinchi navbatda O'zbekistonni 3000 yillik tarixi, qadimgi davrlardan boshlab to bugungi davrgacha bo'lgan tarixi avvalambor ilmiy asoslar asosida, qolaversa mana shu illyustrativ materiallar asosida va zamonaviy texnologiyalarni tatbiq qilgan holatda juda bir ham ilmiy ham mantiqiy nuqtai nazardan o'z mujassamini topyapti. Ilmiy yo'nalishlardan tashqari islom sivilizatsiyasi markazida zamonaviy texnologiyalar asosida yangi kutubxona, yangi muzey, ilmiy tadqiqot markazlari ham o'z faoliyatini olib boradi. Haj amalini ado etishga muyassar bo'lgan vatandoshlarimiz soni yildan yilga ko'payib bormoqda. E'tibor bering, mustaqillikning dastlabki yillarida
atigi 350 nafar yurtdoshimiz haj ziyoratini amalga oshirgan xolos. So'nggi 8 yil mobaynida 75 ming nafardan ortiq ziyoratchilarimiz muborak haj ibodatini amalga oshirdi. Ayni paytda 15 mingdan ortiq yurtdoshlarimiz muqaddas manzillarda haj amallarini bekamu ko'st bajarish vaqtiga muyassar bo'ldi. Prezidentimiz munavvar va mukarram manzillarda bo'lib turgan vatandoshlarimiz holidan har doimgidek bu mavsumda ham yana xabar oldi. Muftiy bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu davlat rahbarining xalqqa yaqinligi, insonlar taqdiriga befarq emasligi va har bir vatandoshimizning qalbiga yo'l topa olish salohiyatini namoyon etuvchi yorqin timsoldir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev janobi oliylariga. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizni vaqt ajratib muborak haj ziyorati uchun yaratilgan sharoitlar va salomatligimiz haqida so'raganingiz hamda har kuni holimizdan xabardor bo'lib turganingiz ibodat bilan yurgan biz hojilarni cheksiz darajada mamnun etdi. Haj mavsumi davomida Qur'oni Karim 10 ming marotaba xatm qilinib, yurtimizga tinchlik, xalqimizga farovonlik tilab duolar qilindi. Hurmatli Prezident, siz yaratib bergan imkoniyatlardan ruhlanib, o'zbekistonlik hojilar yurtga qaytganimizdan keyin yangi O'zbekistonni tinchlik va ma'naviyat targ'ibotchilari degan ezgu tashabbusni bir ovozdan ilgari surib, 3-renessans yaratuvchilarini tarbiyalashda sizga ko'makchi bo'lmoqchimiz. Hurmatli Prezidentimizni muftiy hazratlari bilan bo'lgan telefon muloqotlarida juda ko'p insonni qalbiga chuqur kirib boradigan holatlar, gaplar bo'ldi. Yoshlar tarbiyasiga e'tibor berish, yordam qo'lini cho'zishni bu hojilar hammamiz o'zimizga maqsad qilib oldik. Inshaalloh men o'ylaymanki, buni hammasini amalga oshiramiz. Arofatda turib duolar qildik, yurtimizning tinchligi, yoshlarning baxtini so'rab Allohdan. Bundan keyin ham hamisha el yurt xizmatida bo'lamiz. Chunki o'zimiz yurtimizga borgandan keyin ham Prezidentimiz bilan yelkama-yelka turib, yoshlarning tarbiyasida, yurt tinchligida, o'sha vatan obodligida xizmat qilishimiz kerakligini o'zimga vazifa qilib oldim. Xalqimizga xos mehr-oqibat, insonparvarlik, shukronalik, saxovat va bag'rikenglik kabi ezgu fazilatlar timsoli bo'lgan, asrlar davomida ma'naviy hayotimizda muhim o'rin tutib kelayotgan muborak Qurbon hayiti mamlakatimiz miqyosida keng nishonlandi. Ezgu duo va niyatlar ijobat bo'ladigan mana shunday munavvar lahzalarda Prezidentimiz o'z tarixida ne sinov va mashaqqatlardan munosib o'tgan mard va oliyjanob xalqimizni Qurbon hayiti bilan tabrikladi. Tabrik minglab qalblarga nur olib kirdi. Hayit kunlari xonadonlarimiz fayzga to'ldi. Mamlakatimizning barcha go'shalaridagi masjidlarda Qurbon hayiti namozi o'qildi. Ma'lumki, O'zbekiston turli din vakillari o'zaro ahillikda istiqomat qilayotgan bag'rikeng diyor. Bu bag'rikenglik, o'zaro hamjihatlikning yorqin namunasi sifatida turli konfessiya vakillarining O'zbekiston musulmonlar idorasiga kelib bayram bilan tabriklagani misolida ham yaqqol ko'rish mumkin. Mehr-oqibat, saxovat, yaxshiliklar tantanasi ko'ngillarni quvonchga to'ldirdi. Muxtasar aytganda, bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan mamlakatimizda diniy ma'rifiy merosimizni asrab-avaylash, yosh avlodni milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalash bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Bu xayrli, ezgu g'oya va amallarning barchasi inson qadri uchun, inson baxti uchun xizmat qilishi bilan ham ahamiyatlidir.